Neç günü buyan şu Xotan'da yakan yağmurninki sebebiden dehqan çağrıcılarninki, üylerininki, mallarınınki ziyan uçurgan filmlerine tatip kilatkalığa detkinim. Biz Cumhuriyet Komünistik Partisi'nin güçlük rehberliki ve gamkorluğu asıda turmuşumuz inten hoşal baxtli xotirjam o'tayotgan mushu vaqtning o'zida tuyuqsiz yaqqan yomg'ir sababidan dehqon chorvachilarning ziroatlari, chorva mollari, uylari ziyonga uchirgan mushu vaqtning o'zida partiya hukumat jiddiy tadbir qo'llanib, tabiiy ofatdan keyingi qutqizishni dal vaqtida elib borganligi uchun dehqonlar va fuqarolarning mol-mulkining cho'ng ziyonga uchirishining oldi ilindi. Turmuşumuz tertiplik mengotmoqda. Partiya hukumatimizning kuchli hamkorligi bo'lmagan bo'lsa, bir shaxs yoki bir korxonchi bu tabiiy ofatdan kelib chiqqan ziyonni to'ldirib bo'la olmaydi. Shunlashqa biz oldi bilan minnatdor bo'ladiganimiz yanala mushu har darajalik partiya hukumat. Biz Cumhuriyet Xalq Cumhuriyatining bir fuqarosi bo'lish sifatimiz bilan eng oldi bilan partiya hukumatimizning hamkorligiga va yordamiga minnatdorligimizni bildiramiz. Ana shundoq partiya hukumatimizning yaxshi siyosatlari va qo'lishi ostida taraqqiy qilib jamiyatga o'zining bir kishilik to'pisini qo'shayotgan Aqsu Linhua dehqonchilik mashinalarini setish shirkatininki mas'uli Yusufjon tabiiy ofatga uchirgan dehqon chorvachilarga o'z ko'nglini bildirish va iyona buyumlarini dal joyiga tegish uchun bizning Hayot Nur Savat jamiyatimizga 50 ming yuan iyona qildi. Bu yoq bo'lsa Jumhur millati bir taraf qiyinchilik uchirsa ko'p taraf yordam qilish ro'yini joyi qildirish uchun uzluksiz ofatga uchirgan rayonlarga o'zining bir kishilik yordam pulini sunib kelmoqda. Sabdava şirketidagi Iminja aka, siz menga avvatga 30 ming yuan pulni Xotan viloyatlik Hayot Nur saxovat jamiyatiga sog' salomat topshirdim aka. Hamda mushu pulni joy-joyiga yetkazish uchun mushular bilan birlikda shu pulni joy-joyiga tekkazish uchun men birlikda mangdim. Haqiqiy ofatga uchragan ashyaga birga berib, naq maydonda birga topshirib bermoqchi aka. Umidimizni har yerde qo'ymayman aka. Ishonch qilganingizga rahmat aka. Aqsu Linhua yezigilik mashinalari setish shirkatiga Yusufjon og'ayimizniki elib kelgan 50 million pulni shundoqla G'ulja Sabtava asalchiligidagi Iminjon apandimniki Ruzumamat Arzibovaga havola qilgan 30 million pulni Hayot Nur saxovat jamiyatimiz topshirib oldik. Mushu sizlarninki pul topgan vaqtingizda xalqni unutmayotgan mushu ro'yinlardan suyundik, nayt mamnun bo'ldik. Hatta yana 2026 6-23 kuni biz Hayot Nur saxovat jamiyatiga fidoyilar shundoqla Yusufjon og'ayimiz, Arzibova, Ruzumamat og'ayimiz, bizning Mamat Ali Bayinga og'ayimiz qatorliqlar Xalq ishlar idorasi bizga ko'rsatib bergan shu o'rinlarga berib haqiqiy ofatga uchirgan ommaning quliga sizlarning ko'ngillarni yetkazmoqchi. Hammalarga ko'pdan ko'p rahmat. Mushu necha kun yaqin Xotan'da mushu yomg'ir yog'ish sababidan shunaqa qiyinchiliklar bo'ldi. Undan boshqa ilgari biz Hayot Nur saxovat jamiyatimiz mushunda egir qiyinchilik kuchagan tekislarga yana qilib kelgan. Hozir men to'rsasida kelsam Nurg'ullar bizning Xotan'ga yordam pulini sungusi bor. Lekin qaysi tarafga sunutma, qaysi tarafga yordam qilma. Bu pulni yoki hisobga sunsam qaysi yerdagilar naq joyiga yetkazib turibdi. Mush qonun qog'ozlar bor ekan. Shunlashqa biz bizningki Hayot Nur saxovat jamiyatiga qonunliq yordam qilish murojaatnoma ulanmasini ostiga isib qo'ydik. Yordam qilinglar bala, az demay ko'p demay, mush ostiga ko'p ulanma ko'p yordam qilinglar sunib qo'ysalar bo'ldi. Hammalarniki biz Xotan xalqiga ko'ngil bo'lganlarga ko'p rahmat.